Liza haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Asl ismi Prampriya Manobal. Keyinchalik ismini La Lizaga o'zgartirgan. U 100% tailandlik, koreys qoni unda yo'q. Hozirda yoshi 29 da. Bo'yi 1 metr 67 santimetr. Vazni 45 kilogramm. Hozirgi boyligi taxminan 40 million dollar. Uning garajida Rolls-Royce Phantom mashinasi bor. Blackpink guruhining eng boy a'zosi hisoblanadi. O'zining shaxsiy LLOUD ko'ngilochar kompaniyasiga ega. O'gay dadasi dunyoga mashhur shef oshpaz. 1 yillik daromadi 10 million dollardan oshadi. U 5 ta tilda bemalol gaplasha oladi. YG kastingidan o'tgan yagona tailandlik nomzod. Uning garderobi bir necha million dollarga baholanadi. Lamborghini Aventador mashinasini haydashni yaxshi ko'radi. Mashhur bo'lishidan oldin 5 yil stajyor bo'lgan. Instagramda 100 milliondan ortiq obunachisi bor. Uning bitta reklama posti 600 ming dollar turadi. Dunyodagi eng ko'p haq to'lanadigan K-pop idol. Mushuklar uchun alohida dabdabali sharoitlar yaratilgan. Celine brendining global yuzi hisoblanadi. Bulgari kompaniyasi bilan multimillion dollarlik shartnomasi bor. Uning kolleksiyasida Ferrari 812 Superfast bor. Seuldan 5,5 million dollarlik uy sotib olgan. Uning har bir raqsi YouTube'da rekordlarni o'rnatadi. The White Lotus serialida aktrisa sifatida debyut qilgan. Louis Vuitton kompaniyasining eng nufuzli elchilaridan biri. Uning Money qo'shig'i Spotify'da milliarddan ortiq tinglangan. Hozirda Las Vegasda shaxsiy konsert dasturlarini boshladi. Lizaning fan klubi butun dunyo bo'ylab Lilis deb ataladi. U K-pop tarixidagi eng tezkor reperlardan biri. Maktabda juda ham sho'x qiz bo'lgan. Nike brendi bilan 2026-yilda shartnoma imzoladi. Uning soch turmagi, ya'ni cho'lkasi uning asosiy brendi hisoblanadi. U hech qachon plastik operatsiya qilmaganini ta'kidlaydi. Garajda Rolls-Royce Dawn deb nomlanuvchi kabriolet ham bor. U milliarder Fredrik Arno bilan ishqiy munosabatlarda. U bir marta 9 million dollarlik brilliant marjon taqqan. 2026-yilda Alter Ego nomli yirik albom chiqardi. Unga shaxsiy samolyotlarda uchish oddiy holat. Doimo o'zi bilan professional fotoapparat olib yuradi. U kiyimlarni bir-biriga moslab kiyish bo'yicha dunyo ustasi. Vintage, ya'ni eski uslubdagi noyob sumkalarni yig'adi. U K-pop olamidagi eng uzun oyoqli xonanda. Stress paytida faqat uxlashni afzal ko'radi. Uning tana moslashuvchanligi barchani hayratga soladi. Forbes ro'yxatidagi eng nufuzli yosh ayollardan biri. Uning har bir klipi kamida 10 million dollar turadi. McLaren 540C sport kariga egalik qiladi. Uni butun dunyoda raqs mashinasi deb bilishadi. Tailandda uning sharafiga yangi gul turi nomlangan. Har doim sahna ortida o'ta intizomli va talabchan. Uning ovozi kutilmaganda juda baland notalarga chiqadi. U har doim soch rangini klipiga qarab o'zgartiradi. Mashg'ulotlarda kuniga 12 soatdan ko'p raqs tushadi. Uning shaxsiy hayoti doim qattiq sir saqlanadi. Lilis Film YouTube kanali orqali millionlab daromad ko'radi. U reper Central C bilan duet qilish niyati borligini aytgan. U jahon yulduzi Rihanna bilan shaxsan uchrashgan va suhbatlashgan. Muxlislar unga eng qimmatbaho sovg'alarni yuborishadi. Tailand aeroportida uni armiya kabi qo'riqlashadi. Uning sharafiga Tailandda ko'plab xayriya jamg'armalari bor. Liza afsonaviy Beyonce bilan nufuzli kechalarda birga bo'lgan. Celine brendi unga maxsus eksklyuziv sumka sovg'a qilgan. Uning kiygan har bir kiyimi do'konlarda bir zumda tugaydi. Garajda Ferrari'ning kamyob mashinasi bor. Coachella festivalida eng ko'p haq to'lanadigan artist. U mashhur milliarderlar oilasi bilan do'stona munosabatda. DJ Snake va Rosalina kabi yulduzlar bilan ishlagan. Uning ovozi o'ziga xos xirillagan va jozibali. Ko'zoynaklar uning sevimli aksessuari. Uning sevimli rangi sariq, lekin hayotda ko'proq qora rangda kiyinishni yoqtiradi. U juda saxiy inson. Guruh a'zolari orasida eng ko'p hazil qiladigani. U pranklar va hazil qilishlarda haqiqiy master. Uning kulgusi millionlab insonlarga energiya beradi. Liza onasiga Tailanddan dabdabali qasr sovg'a qilgan. Uning harakatlari media olamida portlash yaratadi. Oilasi uning eng katta tayanchi va maslahatchisi. Xarid qilish uchun u asosan Parij va Milanga boradi. Uning sumkalar kolleksiyasi butun boshli muzeydek. Liza bir kunda kamida 3 ta obrazni yangilaydi. Uning parfyumi doim maxsus buyurtma asosida tayyorlanadi. Yaqinda o'zining kosmetik liniyasini tushirish arafasida. Ko'plab brendlar uning imzosini olish uchun yillar davomida navbatda turadi. K-pop tarixidagi eng ko'p mukofot olgan solist qiz. Uning Rockstar klipi barcha rekordlarni yangiladi. U har doim o'z muxlislarini oila deb ataydi. TikTokda uning treklari ko'p ishlatiladi. Uning imzosi tushirilgan buyumlar auksionda juda ham qimmat. Hech qachon erishgan yutuqlari bilan to'xtab qolmaydi. Liza K-pop olamining haqiqiy tirik afsonasi. Uning har bir konsertiga chiptalar soniyalarda sotilib ketadi. U liboslaridagi eng kichik detallarga ham e'tibor beradi.
Uning sochlari doim ideal va professional parvarishda. U K-popning oltin qizi va eng nufuzli vakili. 2026-yil uning karyerasidagi eng muvaffaqiyatli yil bo'ldi. Kelajakda u Gollivud yulduzi bo'lishiga juda yaqin. Shu bilan bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Va albatta K-pop yangiliklari va qaynoq faktlarni o'tkazib yuborishni xohlamasangiz kanalimizga obuna bo'ling va kommentariyada keyingi video kim haqida chiqishini yozib qoldiring. Aytgancha, shu oy oxirigacha 1000 ta bo'lishimiz kerak. Sizlar bilan Azik Uz K-pop kanalida bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha